Kechiring degan bir og'iz gap bilan ish tugamdi ekan. Sizning xabaringizni olamay, kunlarni sizdan ansirash bilan o'tkazsam, siz aksicha o'yin tomosha bilan yuring. Ma'qul, avval tushuntirishimni bir anglab boqmamsiz. Beraman, men sizga o'chir qilamadim. Siz mushkullarda mendan bek ansirdingiz, meni bek saqladingiz. Biroq men sizni 1 minutmi esimdan chiqarmadim. Sizni shunchalik ko'rgim bor. Necha kundan keyin sizni ko'rgil boraman. Qachon kelasiz? 2-oyning 14-kuni. Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdan talayla qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Üçüncü bab. Hasratlik taqdir. 10. qismi. Nima dedingiz? Anglamadingizmi? Menchu Nuralining muhabbati. Amdigo aniq anglagansiz. Bu gaplarni anglab, Xushxo'yning qo'lidan turibga yerga tushib ketdi. O quloqlarga ishonmay qolgan edi. Qarishtirib, nihoyat aniq qilib shunday dedi. O qarishtiribning gapini nihoyat aniq angladi. Shu bir og'iz gapni anglash bilan tangla, uning beshi qiyib, ko'zi birdilla qorong'ilashgandek bo'ldi. Canım adaş, ondan tapma ketme. Sen xata anglab qaldingmi ya? Xata anglamadim Arsigül. O qayta urg'olik qilib, shunday aniq dedi. Nurali bilan so'zlashib baqdingmi? Yo'q. 5 kundan beri uning hech qanday istirgini ololmadim. Bo'ldi adaş, o'zingni tutib ol. Yig'laverma. Yig'lash bilan nima hal bo'ladi? Balkim uning uydagilardir va yoki otisi yoki singlisidir. Hey, sen avval Nurali bilan bir so'zlash. Onundan bu ishni surishtir. Uning o'z og'zidan olsang, ondan hisob. O'zingni tutib ol. Bugun mushu kamga cheyish narsa yemiding qachon? Tura, sirtqa chiqib tomoq yeymiz. Arzigul ana shundoq yaxshi tasalli so'zlari bilan Xushxo'yning ko'nglini sal xotirjam qilib, uni tomoqqa ilib chiqdi. Demisimi, o Arzigulning gaplarini bakla o'rinliq deb bildi. To'g'ri. Mayli, qanday ish bo'lmasin, cho'qim avval Nurali bilan aloqalashish kerak. Ondan bu ishlarni tafsili surishtirish, aniqlash kerak. Mayli qanday ish bo'lmasin, har qanday gapni Nuralining o'z og'zidan anglash kerak. O ana shunday xayollar bilan ko'ngilsizliklarni bir yerga qayirib qo'yib, telefon qilishni yana davomlashtirdi. O'xshashla uning yon telefoni yana etib chiqdi. Uyning telefonini oladigan odam chiqmadi. O garchi shuncha betaqat bo'lsa-mu, ammo yanala o'zini besvelishga, sabr qilishga tirishdi. Nurali tushlik tomoqni yeb bo'libla Faruqning yeniga borgan edi. Ammo Faruq uyda yo'q turadi. Aksi Faruqni yana 20 soatlargacha qaytib keladi degan edi. U uyga qaytishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo yana bayqidek o'ng'aysiz ahvolga tushib qolmaslik uchun Faruqning hujrasida tamak chekkach uni saqlab, cho'nqir xayollarga g'arq bo'ldi. O ko'zni yumish bilan tangla. Uning ko'z oldida Xushxo'y bilan Go'har Aydin iborat ikki qiz paydo bo'ldi. O xuddi hayot mamotliq tanlashga duch kelgandek, shurki mas'uliyatli yashash bilan erkin yashash yo'lini tanlash arsida qiynalib. O ham erkin, ham mas'uliyatlik bilan yashashni xohlaydi. Uning maylichi bo'lganda, erkin yashab, Xushxo'y bilan to'y qilganda ondan murod maqsadiga yetgan bo'ladi. Mas'uliyatchilik bilan yashashda
Göher ay bilan turmush qursa, aldirab besilgan xata qadamining o'rnini to'liqlab olgandek qilgan bilan o'zi bir umr azob, hasrat ichida yashashi mumkin. Chunki u ta hozirgacha Göher ayni qilchi tushunmaydi. Onun bilan turmush qurishga faqatla ko'zi yetmaydi. Bu dunyoda o'zi qilchi tushunmaydigan, o'zi bilan qilcha o'rtoqligi bo'lmagan bir odam bilan birga o'tishdimi ortiq azob bo'lamdi. U bu haqda nurg'unlagan romanlarni o'qigan, kinolarni ko'rgan edi. Bir tarafdan to'y qilib, bir tarafdan ajrashganlarning ajrashish sababiningmi dal muhabbat yo'qligi sabab bo'lganligini obdan biladi. Onun talvijirgi o'zi xohlamagan yo'lda minishga qat'iy yo'l qo'ymayotdi. Ammo nachora. Mana o hozir xohlamasimi o'zi xohlamagan turmushni tanlashga majbur bo'lyapti. O'z ko'nglini tavakkul qilib do'g'i tikmoqchi bo'lyapti. U o'ylagancha bu ishlarning oxirini o'ylashga jur'at qila olmadi. Bir chog'da Faruq qaytib kelib, Nur Alining uxlab ketganligini ko'rib, uni obdinroq uxlab olsin deb eshikni astag'ini yepib, hujrasidan chiqib ketdi. Xushxo'y Nur Aliga shuncha telefon uribmi olamagandan keyin o'zini sal charchab qolganda kes qilib, do'konni taqabla uyga qaytib ketdi. U uyga qaytib kelgandan keyin opasi uningdan tamoq yegan yemaganligini, ondan baldirli qaytib kelganligining sababini so'radi. Xushxo'y o'zining tamoq yeb bo'lganligini, azroq charchab qolganligini aytibla hujrasiga kirib uxlab ketdi. U haqiqatan mushu bir haftadan beri bu ishlarni to'la o'ylab behla charchagan edi. Uning ustiga uning 3 vaqt tamoqimi benormallashib, salomatligi sal ojizlab qolgan edi. Opsi uningga choy damlab ilib kirganda, u allaqachon tatliq uxlab ketgan edi. Bu kunlarda Aqsu Avatdan tanha, Xushxo'ydan behla ansirab qolgan edi. Chunki Xushxo'yning uningga telefon qilmaganligiga allaqachon 3 kundan oshgan edi. Ilgari Xushxo'y qandoqli ahvolda bo'lmasin, hamma ishlarini tanhaga so'zlab beradi. Tanha uning hamma ahvoldan degudek xabardor bo'lib turadi. Mana 4 kun bo'lay dedi. Uning ovozini anglash uchun xat sanduqiga chiqib, uning qoldirgan so'zlarini anglab, Nur Ali ikkisining orasida biror ish yuz berganligini oldin qiyos qilgan edi. U Xushxo'yning o'ziga telefon qilmasligida cho'qim bir sabab bor. U yoki og'rib qolganmidi deb ansirab, Xushxo'yning yon telefoniga telefon qildi. Xushxo'yning telefoni itik chiqdi. Do'kondagi telefonni oladigan odam yo'q. Tanha texmi bek jiddiylashdi. U asosan Xushxo'yning uydagi telefonga telefon qilmaydi. U amalsiz Xushxo'yning izlariga elish uchun uydagi telefoniga telefon qildi. Tinchlikmi hada? Qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz kim o? Tanıyolmadim-g'u. Ha, men tanha. Yo'q, men. Ha, siz qizimni izlab telefon qilgan o'xshamamsiz. Shundoq, men uning to'rdosh do'sti. Yaqindan beri u to'rga faqatla chiqmadi. Shu baklansirab, og'rib qoldimikin deb ahvol so'rab telefon qilgan edim. Ha, mundaqdan. To'g'ri, u rostla og'rib qolgan edi. Otasi uni doktorxonaga elib ketgan. Kechqurun qaytib kelarmikin? Xushxo'yni doktorxonaga elib ketdi degan xabarni anglagan Tanha behla cho'chib ketdi. Tanhaning qo'lidan turibga tushib ketdi. Uning ko'z oldi birdilla qop-qorong'i bo'lib qoldi. Tova. Bu dunyo rostla ajoyib ha. Biri yana birining ishqida xaruzar. Yana biri boshqa birining yo'liga intizor. Hayotlikning yeshilmagan sirlariga ham mo'jizotlarga hamma shuncha hayron. Tanha o'z-o'ziga
navada mən meyib, aciz, məcruh bo'lib qolmagan bo'lsamdim, cho'qim Xushxo'yni hozirla izlab borgan bo'lar edim. Har vaqt, har chaq uning holidan yaxshi xabar elib, ko'nglining zarrachilik azar yeyishiga yo'l qo'ymaydim deganlarni xayolidan o'tkazdi. Biroq bu ahvolda uningga ne chora? U o'zining bu holida, hatto o'zining holidanmi xabar ololmaydi. Faqatla ko'zlariga issiq yoshlarni elib, o'zi chin dilidan so'ygan ashu qizning tinch amonligini, baxtini tilashdan boshqasi qo'lidan kelmaydi. Xushxo'y shu uxlagancha toki kechqurungacha ko'zini ochmadi. Bir chaqda opasi uni tamoqqa chaqirgandala, ondan uyqusini ichib, beshini tasti ko'tardi. Opasi uningga bir china purchoq ishini sunig'ach, bir balaning o'ziga telefon qilganligini aytishiga u yugurib berib, kelgan nomerini tekshirib, telefon qilg'ichining tanho ekanligini bildi. U aslida Nurali telefon qilganmidi deb o'ylagan edi. Ammo u Nurali bo'lmay tanho bo'lib chiqdi. Tamoqdan keyin u o'zi tanhoga telefon qildi. Aslida uning tanhoga bo'lgan ishlarni deb ko'nglini parakanda qilish xayoli yo'q edi. Ammo sezgur tanho bu ishlarni oldin qiyos qilib, uningga zodi nima ish bo'lganligini so'rab turib oldi. Tanhoning do'stlik mehrdan ta'sirlangan Xushxo'y o'zini tutolmay yig'lab, uningga hamma ishlarni so'zlab berdi. Tanho Xushxo'yning so'zlarini anglab, intayin bearam bo'ldi. U Nuralini Xushxo'yning ko'ngliga azor berib qo'yishidan, uni baxtsiz qilib qo'yishidan behla ansiraydi. Mana shuncha baldurlar bu ansirayotgan ishlar yuz beryotdi. U damaliqqa Xushxo'yga zodi qandoq tasalli berishni uqmay qoldi. Ammo qandoq bo'lmasin, cho'qim uning ko'nglini tinchlantirish kerak. Onunga tasalli berish kerak. Chunki u Nuralini shuncha yaxshi ko'radi. Xuddi o'zi Xushxo'yning ovozini anglash bilan o'zini olamcha xushal his qilgandek, Xushxo'ymo Nurali bilan biror kun paranglashmasa, ko'ngli behli yerim bo'ladiganligini u obdan biladi. Bo'ldi, ansirab ketmang. Bu rostilla uning qiz do'stimi, emasmi taxi aniq emas. Boshqalarga deb qo'ygan bundaq bir ikki qiz gapi bilanla o'zingizni bundaq tashib etsangiz qandoq bo'ldi? Agar Nurali sizni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, sizga xat yozib, shuncha vaqtlardan beri siz uchun parvona bo'lmas edi. Qayta urg'unlik qilib, shundoq aniq dedi. Hargiz undaq o'ylamang. Siz birdilla hamma ishlarni eski tarafga tortdingiz-ku. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Meningcha, cho'qim birasi sizga chaqchaq qilib shundoq deb qo'ygan chig'i. O'zingizmi necha qatim degaydingiz-ku. Nuralining ishlari bak aldirash deb. Uning ustiga u atrat boshliq ekan. Qaysi biriga yetish bo'la oladi deysiz. Uni to'g'ri tushuning. Balkim rostilla aldirashdi. Tanhoning bu so'zlarini anglab, ichi sal bo'shgandek bo'lgan Xushxo'y yaqin do'sti Arzugulning aytgan so'zlarini yodiga oldi. Arzugulmo Tanhoga o'xshashla ishlarga aldirab yakun chiqarib etmaslikni aytgan edi. Ammo nemishqidir uning ko'ngli hech bir o'rniga tushadigandak emas edi. Qarg'anda muhabbatning azobi degan mana mushu bo'lsa kerak. U kundalik xotirasini ochdi. Zodi, qaysi ishni yasay? Ansirash, betaqatlik ichida kutganlarimnimi? Yoki muhabbatga tashna ko'nglimning tuyuqsizlik qattiq azor yeganliginimi? Yoki men uchun har vaqt g'am yeydigan suyimlik do'stlarimning ko'nglinimi? Men bu kunlarda shu qadar charchadim. Ümidim qancha kuchli bo'lsa, umidsizlikmi shuncha cho'nqurlashmoqda. Ashu bir eg'iz so'z bilan ko'nglimga gumon tushdi. Ishonchim ojizlab mangdi. Men bu ishlarni uncha ko'p o'ylab ketmaslikka tirishdim. Ammo uningga bo'lgan ko'nglimning, muhabbatimning shu qadar cho'nqurlab ketganligini his qildim. Hozir faqat uning bir parcha hidi bilan so'ridi menga hamroh. Lekin u
o'zgarib ketdi. Yo'q, ko'nglim to'yib aniqini aytganda, u mendan o'zini qochirib. Xushxo'y mushu qo'rlarni yezayotgan chog'da tuyuqsizla uning yon telefoni sayridi. Telefonni Nur Ali urgan edi. U aytqusiz darajadagi bir xil xushalliq ham ochiq bilan telefonni oldi. Tinchlikmi? Tova, barkansiz jahonda. Kechiring. Necha kun bo'ldi, uda to'y to'kinlar kayni-kaynidan o'tkazilib. O'zingizchi, yaxshimi? Sizning chichu deb beqilan? Voy, nim bo'ldingiz? Nimancha ochiqlaysiz? Sizdan kechirim so'radim-ku. Xafa bo'lmang-a, kechiring. Kechiring degan bir og'iz gap bilan ish tugamdi ekan. Sizning xabaringizni olmay, kunlarni sizdan ansirash bilan o'tkazsam, siz aysicha o'yin tomosha bilan yuring. Bilamsiz, qanchalik ansirdim. Sizga yoki cho'nglarga biror ish bo'lganmidi? Biror kelishmaslikka uchirganmidi deb. Yoki telefoningizni ochmaysiz. Yodingizda men bormi yo'q? Ma'qul, avval tushuntirishimni bir anglab boqmamsiz. Bilaman, men sizga uchir qilamadim. Siz mushkullarda mendan bek ansirdingiz, meni bek saqladingiz. Biroq men sizni 1 minutmi esimdan chiqarmadim. Nur Ali Xushxo'yga yon telefonni yo'tirib qo'yganligini, eng yaqin do'stlarining kayni-kaynidan uda to'y qilganligini, uyga zodi qaytolmaganligini, yaqin og'inisi Farruhning yon telefonida Xushxo'yga telefon qilsa, telefonining itik ekanligini, o'zining Xushxo'yni shu qadar sevganligini qayta so'zlab tushundirdi. Shuning bilan Xushxo'y hilqi o'ziga javob qaytargan qizning zodi kim ekanligini so'rdi. Bu so'zlarni anglab Nur Alining ochig'i kelgan bo'lsa-mu, lekin Xushxo'yga chandurmadi. Ichida bo'lsa, nevri singlim ishimni buzmoqchi ekan deb o'ylab bo'lgan edi. U shuning bilan Xushxo'yga shu kuni demlish qilib qaytib kelgan nevri singlisining uyda cho'nglar bo'lmag'achqa kelib tomoq etib berganligini, telefonni nevri singlisining olgan bo'lish mumkinligini, agar so'zlarga ishonmasa, inisi Dilmuratdan so'rab ko'rsimi bo'ladiganligini aytganda, Xushxo'yning Nur Aliga bo'lgan gumoni birdilla g'oyib bo'lib, ko'ngli vallada yo'rib qolgandek bo'ldi. Sizni shunchalik ko'rgim bor. Necha kundan keyin sizni ko'rgil borman. Nim dedingiz? Sizning ko'rgili yiningizga borman. Qachon kelasiz? 2-oyning 14-kuni. Ro'larga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qovul, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.